Rahmat sizga. Rahmat. Minnatdorcha cheksiz. Allohim sizlarga, o'zingizga, yurtingizga tinchlik, Alloh mutlu bersin. Allohim hamisha gullab yashayversin. Yordamlaringiz uchun Toshkentdan keldi doktorlar. Ahvoli kundan kun yaxshi bo'lib boryapti. Shuning uchun ming rahmat. Mana bitinga sarflaganimiz yo'q, bir narsa qilganimiz yo'q. Qarlandimiz hammasiga rahmat. Hammasini yetkazayapti. Ilohim mana shifosini bersin. Men o'zim nazoratga olib har kuni har bir kasal bo'yicha meni o'zimga to bular yaxshi bo'lib oyoqqa turmaguncha Toshkentliklar ketmaydi dedilar. Hech qanday o'ylamagan. Bu kunda ko'rishdik, yana yurtimizda yaxshi bayramlarda ko'rishib, hammamizga nasib qilsin. Amin. Rastlariga shifo bersin, sog' bo'lsin hammasi, yurtimiz obod bo'lsin, kelajak qozon bo'lsin, bosh bo'lib yuravering hammamiz. Ilohim bundaqa falokatlar bo'lmasin. Ilohim tinchlik bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin. Shuni bilinglar. Xuddi o'zimni qarindoshimga, inimga, sinimga, ukamga qanday harakat qilsam, ularga ham shunday harakat bo'ladi. Rahmat. Shunday bilinglar. Rahmat. Sog' bo'ling.